Kimga murojaat qilishsan o'rtoq? Hafta eshik ochish. Instagramda, Instagramda ham, YouTube'da ham xudo xolisi, arzon narxida kelishtirilgan. chiroyli qilib beramiz. Sog' bo'linglar. Hyundai Sonata mashinamiz qulflanib qo'ygan ekan, xudo xolisi, ochib bergan, chaqirishgan. Xudo xolisi ochish jarayoni, hozir ochamiz. Hop, shu ish jarayonida sizlarga yaxshi ma'lumot berib ketmoqchiman. Mashinada qulflanib qo'yganda hafta eshik ochish deb Instagramga yozsanglar, xudo xolisi bittada chiqadi. Murojaat qilsanglar, xudo xolisi yetib boramiz. Mashina ochish ustalari ancha ko'payib ketdi, o'rtog'im. Ko'p o'rtoq. Ko'p. Bo'ldimi, ochildimi? Xudo xolisi. Ahvolisi kerak. Ruchkalari lekincha qulay ruchkalarimiz kattagina. Keyin ham bitta ko'ring. Ana, nima bu? Qotdimi o'zi ruchkamiz? Yo'q. Qotmabdimi? Balki mana bo'shatsa, nima qiladi? Qo'yib yuborardi oston. Qani? Yasha. Nima bo'ldi endi, xudo xolisi bu yog'i? Xudo xolisi gul bo'ldi. Kimga murojaat qilishsan o'rtoq? Hafta eshik ochish. Instagramda, Instagramda ham, YouTube'da ham xudo xolisi, arzon narxida kelishtirilgan. chiroyli qilib beramiz. Sog' bo'linglar.